Assalamu alaikum. İkran aldık kıyırdaşlarım. Yakınlarınızı üç kıyırdaşımız bir Türkiye'den, ikisi Avrupa'dan bizden spumuzga çıkıp Aksiya bazarını sözler versiniz dep talep kılgan demişti 3-4 günün içinde. Bu kendin yana bir neçe 5-6 kıyırdaşlarımız ayrım handırımga Aksiya bazarının ki ahvalının bu kitbarda aldığan gap moya ba kolumuz ki sağan meblağdan set etiş gerek mi bu künde künge yuqap ketu atıp ensizçilikte kaptı. Şunga hemmisi birden bir cevap berişme üçün təsis geldi çünkü mənim yaqınны Aksiya bazar tüvəngi düşüp qalayımqallıq buğallığıdan tarif doğrusu da baj, tam bojunun bajının yuqur götürüşü bilen bizim aldıraşıp getdik. Şunun üçün mən şu azraqlam özümdən düşəncimni sözləb qoyayım eşədə xalq Allah anlayımız gələ kerek oğalla izləb sorğallağa ayrım əvətib qoyma. Şundan xəbər tip balasıla. Mən birdən çıxıb oxşumağan supladı sözləb, yəni oxşumağan həmin olaraq birdən cavab verişmək üçün qiyin bo'ladi hozir. Shuning uchun ishni boshlab ketaylik. Mana hozir bo'lsa bu Aksiya bozorininki ahvoli bunda bo'ladi. 3-4 ayninki ahvolini aytaylik hozircha. Yaqınыңızı şu bozanın ahvalı naytı dağılışıp ketdi, yuqurga düşüp, tezlikten tüvəngi düşüp, məsələn, tünügülla dağ görsətküçi etdigəndə 1400 yuqurga çıxdı. Andın düşdün keyin 1700 tüvəngi düşüp ketdi. Asas cəhətdən şu 5 günün içində kündə düşüyordu. Bununki asaslıq nima uchun shunda tushib ketibdi desanglar, Jungo'ninki tunugun bizga qarshi, Amerikaga qarshi tarif tam bo'yni bosh qo'shildi. Qo'shildi 34%dan 84%ga. Çünkü Amerika tünügün yani 50% dep qo'shgan, eng oldida 20%, keyin 34% qo'shgan. Tünügün 50% qo'shib, jami 104% bo'ldi-da. Tam bo'yish bojninki jami 5. Bugün Xitoy tarafdan 84%ga chiqibdi, 34%dan. Demak bu tam bo'yish bojni chiqiraversa, ma'lum bir darajaga kelgan chog'da uning ma'nosi bo'lib qoldi. Chunki ikki taraf savdo qilish mumkin emas bo'ludi, savdoni to'xtatish kerak. Shuning uchun shunday ahvolda bu ahvol pay chek bozorini tuvanga tushiryapti. Amerikaninki bu pay chek bozori bu ahvolga qilgan chog'da qarab mana hozir Dow Jones Industry bugun kelachiga, Dow Jones Industry'nin kelachiga texmar bozor ichilmadi, ichilibdi hozir. Yangidan ichilibdi. Ben bay ko'nglimizda ichilmagandi. Tushishga boshladi, hozir qanchaga tushdiki men bir ko'ray. İçilişlerle hazırmış durumda 234 düşüptü. S&P 500 göstergesi 11 düşüptü, 11-12 düşüyordu. Ettiğinde içilmeyen jağdılar 500'e düşüp ketken hazır yani kendini azırak kaytıptı. Nasdaq mı düştü. Şunun okşaş her bir göstergeçler hemisi düşüyordu. Dow Jones degen 30 çoğun Amerika'nın 30 çoğun şirketlerinki göstergeçi S&P 500 degen Amerika'nınki 500 çoğun şirketlerinin göstergeçi. Nasdaq olsa teknolojiya payçəklərinin göstergeçi. Bular asaslıq vəkillik xarakterde Amerika'nınki payçək bazarlığa vəkil buldu. Bunun sözləb ötken, yəni qayıt sözlü müsəmə buldu. Neymiş üçün bundaq dağılışıdı degen çağda
adamda ümit doğan çağda mesela tünügün ettigende 70 devlet ile Amerika kaydeden kilişim tüzüşümüz yani kaydeden meslek işimiz diye çağda bu haberini anlap bozacı kurgu çıktı. Түштен кейін Американ 50% Тамбождың баш Қытайныңки малларға қошты дегендіктен оныңдан қорқыныштық болып сода ұрышы болып кетідіған болды дүниядегі тижаратлар төәңгі чүп кетідіған болды әмісіге тәсір етідіған болды деп қорқыныштық білән базар чүп кетті. Şunun için ümit haber olsa baza çıkıdı, korkunç haber olsa baza düşüdü, baza asas cihetten payçek baza e, haberle uçurla arkalık düşüp çıkıp durdu. En beşi de paketla emas haberle arkalık. E, Şuna menden sorgan bir neçe sualla ayrım hanımlarga bazani bir düşendirip koyun degan muş asaslık bazani düşünüş hazır. Ondan keyin bu payçak bazani qandaq kuch mushundaq yuqorgi tuvanga ishtiryotidi degan bir savol tushdi. Yani bir savol biz hozir qanday qilishimiz kerak, sit etishimiz kerakmi, qo'limizga bor nimalarni ya olmagan bo'lsak, elishimiz kerakmi degan savollar bor. Bularga men birdan javob berayday. Asaslık bazarının bir kuch bozorni, Aqsha bozorini yuqorgi tuvanga tushirayotgan birinchidan savdo siyosati, Amerikaning savdo siyosati. Bu e, bu tarif, Tambojning baş hem kelishim tuzish davlatlar bilan, masalan China, Jungo bilan, Janubiy Koreya bilan degandek. Ondan keyin o'sim nisbati, Amerikadan o'sim nisbati kelajakda chiqamdi ya tushamdi degan har xil gaplar bor. Bu xabarlarmi bozorni u yoq bu yoqqa ishtirdi. Üçüncüden bo'lsa, mush texnologiyaninki paychaklarning zaiflishi. Nurg'un texnologiyalar kompaniyalarninki ularninki asosliq shu nemasi supply deymiz bu ta'minlashi paychirat zapchasining ta'minlashi boshqa davlatlardan keladi. Shuning uchun bunda bo'lgan chog'da bu texnologiyaga nihoyatda cho'ng ta'siri bo'ldi. Dunyoninki ta'minlash zanjiri buzilib ketamdikin deb. Ondan bu bugun 9-chi islohot aytgandilar. Amerika bilan Xitoyninki orasida yana boshqadan shu Tambojning bojninki yuqori ko'tarilishi bozorni tavritib turyotidi. Yana birisi ish bo'lsa, shu dunyodagi iqtisodiy ahvol qaragan chog'da mablag' sag'uvchilar, tijoratchilar hammasi iqtisodninki savdo urushi dunyoninki iqtisodiga ta'sir etib uzun muddatga surilib ketamdiki shunday ahvol ta'minlash zanjirlari buzilib ketib o'zlari yana qaytadan buni asli keltirguncha bir necha vaqt o'tib ketamdikin degan andishalarmi borgan siri yuqorilyapti. Endi shu yig'ib aytgan chog'da yaxshi xabar bo'lsa bozor yuqoriga chiqadi, yomon xabar bo'lsa bozor tuvanga tushadi. Shunday ishlar. Men yana bir meni qisib qo'yay. Trump efendimninki bir kitobi bordi. Biz 37-8 yil burun men o'qiyotgan vaqtimda, 40 yil burunmiki magistrlik, doktorlik o'qiyotgan vaqtlarimda Trump'ninki uslubidagi negotiation, kelishmeler degan bir kitap vardı. Bu adamninki alaydı vaqtida Trump'ning kimligini bilmetdik, onu bir ticaretçi adam, çoğun bir soğudiga
dep uqatdyk. Şu wagtda şunun kitabında bizimki qo'shimcha bir kitap o'qigandik maktabda o'qigan vaqtimizda. Onunki kelişim, tüzüş uslubi alaydı boldiken adatda aşında qınaydı qattiq qo'l bilan chiqib, keyindan boshqalar qaytib kelgandikin, ular bilan yana qaytadan tüzüm tüzüp, kelişim tüzüp, yumshaqroq, tövrek tushirdigan aşında uslub bilan ish ip mangdiken bu bizneslarni, tijoratlarni. Şu uslubunu hazırmı bu adam qo'llanyapti. Dövlətninki çoğ ticaretini, sodasını yolga tushirish uchun. Tangshal, tang, yama tangdassiz bo'lib ketgan bir xil tangshalmagan demakchi. Tangshalmagan sodani tangshish uchun dunyodagi bo'lib Amerika uchun necha yilning o'zi boshqa davlatlar jiqqa tambojni beji elib Amerikaninki tuvan tambojni beji bilan shundoq sodlashib ketgan. Shuni jo'ndayman deb shuni qo'llanyotdim. Shundoq qilgan chog'da bir necha davlatlar qaytib keldi. Italiya, Vyetnam degandek bo'ldi. Biz tambojni Amerikaninkini yo'lga tushiramiz deb Vyetnamdan kelgan. Amerika unmadi. Unmaganning sababi sen ayakta Jungo bilen qilgan sodani to'xtatishing kerak. Jungoninki malları Vietnam orqali qiyin Amerikaga kirdi. Shuning uchun ashuni to'xtatgan chog'da biz sen bilan kelishim tuzaymiz dedi. Endi Trumpning asosiy maqsadi hammadan o'xshash tambojni boj qo'ygan bilan buningki demoqchi o'g'ini boshqa davlatlarga yuqori tambojni boj qo'ygandan keyin kichikroq davlatlar buni qabul qilolmaydi ham buning bilan normalliği ticaretini ip baramaydı. Şundan Amerika'dan aldığı kelip qaytadan kelişimi qilayli, biz tushirayli degenge keldi. Kelgan chog'da ondan Trump efendim onun qo'ydigan talebi sen Jungo bilan to'xtasan bajni nemni importni o'zanga kirdigan Jungoning mallarini to'xtatganda men sen bilan kelishim tuzman deydi. Demakchi buni asosiy jihatdan butun dunyoga tamboj bajni jakalab şu arqılıq bütün çünkü bütün dünyaya Xitayning meli besib ketdi. Xitay o'zininki tambojni bosgan bilanla to'xtatgan bilan ish olmaydi. Çünkü başka devletler bilen, başka kanallar bilen yani qaytadan Amerika'ya iqib kirdi de bularning malları. Şunun için şu her bir uşaq çiçek eyraqlarını kanallarını hamısını to'xtatish kerak. Ularni to'xtatish uchun hamma davlatga o'xshash tambojni qo'yib, andan bular kelishimga kelgan chog'da sen Jungo bilan to'xtatsang biz ikkimiz kelishimiz deb shu orqali buni bosmoqchi. So'zlab yuribman bu ikkinchisini bozorni qaysi kuchlar u yoq bu yoqqa ishtiryapti degan slaydini biz shuni unutib qolibdim. Bu ikkinchi hozir baytan oyog'i so'zlayotganim shu asosliq oddiy qilib yezib chiqarib qo'ydim, foydalanaman desanglar. Endi oxirgi savolga kelgan chog'da biz nim qilsak bo'ldi hozir sotish kerakmi, qo'limizdagilarni elish kerakmi deb so'ragan chog'da men endi sizlarga financial advice beramayman. Moliya maslahatchi mundaq qilinglar, andaq qilinglar demayman. Elish setish uchun cho'qim o'zinglarniki moliya maslahatchilarga o'zinglarniki hisobotinglarni nima bo'lsa shu yerga berib so'rsanglar bo'ldi. Mening ham asosliq deb qo'ydiganim özünüzün tutuyup sevrcanlık falan boluşunuz gerek bunda vaqtida tentirep bazardan düşüp çıkış bilen ten uxlayamay onda qısınız bo'lmaydi. Uzun müddetlik plan buluş gerek. Hemimiz pullarını jutturdik. Neçə günümüzü nurgun pullar jutub getdi bütün dünyada bazar düşüp. Ama sevrcanlık bilen tutsak uzun müddetlik plan qılıp bu yani qaytib keldi. Çünkü men xizmatga chiqqaningizda
2002 yıl, 2001 yılı technology.com bubble dep vaqtida bir texnologiya payçəklarinə aid cıq düşkən. Keyin 2008 yılı dünya boyunca maliye boran çapqınlar bulup nayticıq pullar jutub getdi. Anda ma Covid vaqtı diyen bir çoğun jutturish boldu. Əmisi Səvcalıq bilan tutsunuz, əmisi qaytıb gelip burunqudum cıq pullar qaytıb geldi. Hazır yana düşdü. Covid vaqtından keyin juqur vaqtı kelib qaldı hazır. Şunun üçün səvcallıq buluş gerek, özümüz tutup ilişimiz gerek. Hazır en yaxşı vaqt eliş ya setiş kerakmi degan deb bu savolni so'rgan chog'da agar siz uzun muddatlik mablag'ingizni o'stirmadingiz, 10 yil, 20 yil bo'lmi yoshlar 401k, IRA degan pensiya pullarining ichiga osi bo'ladi azozini. Har bir qaytadan 5%, 10% tushganda azozini pul qo'yib, mablag' qo'yib elish kerak. Setish kerakmi degan chog'da agar siz kecha uxlay olmay ansirab qo'rqib pulim yutib tugab ketadigan bo'ldi deb bearam bo'lsangiz, setib xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Ama pul kerak bo'lib qolsa sotsangiz bo'ldi, amal yo'q. Ama pul kerak bo'lmasa sabrchanlik bilan turishingiz kerak. Her zaman şunu esiniz tutunki, her zaman sizningki mablag' qo'yish maqsadingiz bilan ham o'zingizninki xotirjamlik ahvolingizni moslashtirishingiz kerakda. Agar siz xotirjam bo'lamisiz, bundaq xiyollarga mablag' qo'ymasangiz bo'ldi. Asosga chiqib aytgan chog'da o'zimizning hissiyotimizni tutishimiz kerak. Hozir hammamiz shundoq bozorninki yomon vaqti, davg'inlik vaqtini o'tkazyapmiz beshimizdan. Bu savdo urushi ham dunyoviy dunyoning iqtisodiy mablag' sog'uvchilarga hamda savdogarlarni yomon nervous qo'yib bordi. Hammamiz ben bu birinci qaytim emas, baydab o'tdim, necha qaytim tushib chiqqan, shuning uchun tushgan bozor yana chiqadi, chiqqan bozor yana tushdi. Bir sabablar bilan bir cho'ng qaror chiqaman bunda vaqtida. Mesela bütün eminingizni setib, ya'ni pulingizni hozir bozor tuyan bo'lib deb hamini biroqla silib, paychakni ilib degandek undaq qilish hatto asta tadrijiy holda har bir qatim tushgan azozini mablag' solsa, menimcha bu yaxshi bo'ldi deyman. Hem o'zingizning moliya maslahatchingiz bilan gaplashishingiz kerak har bir qatim pulni yutkigan chog'da. Ama esingiz tutsin, chunki bu bir elish fursati bo'lishi mumkin. Sizningki planingizga to'g'ri kelsa, masalan hozirgi paychak bozorining bahosi 12 aydan, 1 aydan, 2 aydan, 3 aydan tuvan. Shuning uchun bu tuvan bo'lgandan keyin elishingiz kerakda. Masalan, S&P indeks 2 ayninki eng yuqorqi bahosini 20% tuvan tushdi. Hozir 20% off, 20% baho azaydi desangiz bo'ldi. Hozir olsangiz, masalan, hozirgi 2 ayning ahvoli qaytib kelsa, pulingiz 20% o'sdi demakchi. S&P 500. Dow Jones bo'lsa 9,25% tuvan bo'ldi eng yuqorqi vaqtidan. Nasdaq bo'lsa, onunki eng yuqorqi vaqti 12 oyga deyman, 12 oy. Vaqti eng yuqorqi vaqtdi. Shuningga qarasangiz 23% tuvanladi hozir. Shuning uchun bozorning narxi burunqi necha oydan burun azarak olsangiz, keyin bozor qaytib joyiga tushsa, qancha tushgan bo'lsa shuncha foyda ola olasiz.
Bugün müşinçek sözləp duray, bazar gündü şunda özgürüp duruyordu, özgürlükçülüğüne ait köp, müştərikada Dow Jones bay 200 degen hazır 105, S&P yeşil optu, bir bütün işki çıkıptı. Bazarın davamlıq küstüp, özünüzünki məbləğini davamlıq göz keçirip, özünüzünki məqsədi plan oyunca iş tutuşunuzga tiləymen. Unda bulsa rəhmət sizlərə. Bugünkü güldürüңlər xeyirlik bolsun.